Aziz Mehriban vatandaşlar, assalomu alaykum. Men bir vaqtlarda sizlarga video qilib tayyorlagan edim. Shu hokimning qaroriga qobiliga kirdim deganim. Ular rahmat Angar tuman hokimiga menga traktor berib, nesa berib, ichkilar berib, mana bugungi kunda o'zingiz tanishtiring ota. So'g'ija rahbari. So'g'ijani chasham. Bu kishi xodim ekan. Suv xo'jaligi. O'rtoqlar mana turbaning shu charcha boshlig'ida o'rtoqlar hammasini qalam butun qilib qayta boshlab olib, nargi chakkasi kuyib ketganida aybi shuridi. Mana bugungi kunda yaxshilab butun mana suvni ko'ring, suvni oling, mana yoqqa qaratib, bu yoqqa qaratib, suvni olib o'tkazib, bugun endi nasib bo'lsa kechgacha shu parkimizni suvlaymiz o'rtoqlar. Uning evaziga rahmat hokim bobomizga, Angar tumani hokimiga tufayli mana shu ishlar bo'lib ketyapti. Shunga qatnashgan barcha xodimlarga minnatdorchilik bildiraman. Mana o'rtoqlar endi qarabsizki, parkimizdan hamma daraxtlar suv ichadi, obod bo'ladi. Shuning uchun hammangizga, meni kuzatuvchilarga rahmat, kuzatib boringizlar-da, like mana podpiska qilingizlar.